Napoleon Hill 1 yilda boy bo'lish 3-hafta. Muvaffaqiyatga intiling. Muvaffaqiyat bir qarashda to'plangan boylikning miqdori bilan o'lchanadiganday ko'rinadi. Shubhasizki, farovon hayot muvaffaqiyatning o'ta muhim tarkibiy qismidir. Ammo asosiy va haqiqiy mukofot bu oldinga qo'yilgan maqsadga erishilgan holda ishni yaxshi bajarganini anglab mamnun bo'lishdir. Misol uchun, Einsteinni olaylik. U hayotda boy inson bo'lmagan, ammo uni muvaffaqiyatga erishmagan deya olamizmi? Einstein dunyoni o'zgartira olgan, vaholanki u nimani xohlashini bilgan va o'z intilishlarini amalga oshirishning rejasiga ega bo'lgan. O'zini muvaffaqiyatga erishishga undash uchun insonga nima kerak? Buning uchun Einstein misolida boshqa muvaffaqiyatga erishgan shaxslarni ko'rib chiqish kerak. Javob oddiygina, o'z maqsadiga yetishni sidqidildan va juda ham xohlash kerak. Ammo shuni ham yodda tutish kerakki, oddiygina nimanidir xohlash va unga erishishga bo'lgan katta ishtiyoq orasida katta farq bor. Sidqidildan xohlaganingizda maqsad aniq bo'ladi. Bu esa ilgari yengib bo'lmasdek ko'ringan to'siqlarni osongina bartaraf etishga yordam beradi. O'z kuchiga ishongan odam uchun u uddasidan chiqmaydigan ishning o'zi yo'q. Oldingizga muayyan hayotiy maqsad qo'ying, uni qog'ozga yozing, uni xotirangizga mustahkamlang. Barcha xayollaringiz va bor kuch-quvvatingizni uni amalga oshirishga yo'naltiring. Mayda-chuyda omadsizliklar sizni yo'ldan toydirishiga yo'l qo'ymang. Ularni oxir-oqibatda to'g'ri yo'nalishni topishga ko'maklashadigan o'ziga xos maslahat deb hisoblang. Henry Ford o'zining birinchi ot aravasini yaratishiga kirishganda, uzoqni ko'rolmaydigan odamlar, shu jumladan o'zining qarindoshlari va qo'shnilari ham uning ustidan kulib, tomi ketgan ixtirochi deb atashgandi. Biroq Ford nimani xohlayotganini aniq bilardi. U o'zi izlagan narsaga erishishni juda ham xohlardi. Maqsadiga yetish yo'lida uni to'xtata oladigan narsaning o'zi yo'q edi. Yetarli ma'lumoti va muhandislik ko'nikmalari bo'lmasa-da, u mustaqil holda maqsadini amalga oshirishga urindi. Hayotdagi maqsadini amalga oshirishning jon-dildan xohlovchi inson uchun hech qanday to'siq mavjud emas. Ford Amerikaning qiyofasini o'zgartirdi. Avtomobillarni ommaviy ravishda ishlab chiqarish ularni daromadi o'rtacha bo'lgan odamlar ham sotib olishiga imkon berdi. Avtomobilsozlik rivojlanishiga o'z navbatida ishlab chiqarishning boshqa sohalari ham rivojlanishi uchun turtki berdi. Agar uning Tin Lizzy rusumli Fordi bo'lmaganda, avtomobil yo'llari tarmog'i ham bo'lmasdi. Shu bilan birga, ularga xizmat ko'rsatuvchi turli ta'mirlash ustaxonalari, yo'l chetlaridagi tamaddixonalar va kichik mehmonxonalardagi ko'plab ish o'rinlari yaratilmagan bo'lardi. Boshqa misol sifatida o'zining mehnat faoliyatini Filadelfiya shtatida ixchamgina do'konchada kichik sotuvchilikdan boshlagan John Wanamakerni keltirish mumkin. Ish faoliyatini boshlagan hamono u o'zini shaxsiy do'konini ochishni orzu qila boshlaydi. Bir kuni bu haqda xo'jayiniga aytadi ham. Xo'jayin esa uning ustidan kuladi. "Jon, nimalar deyapsan? Hatto yangi kostyum sotib olishga ham puling yo'q-ku. Butun boshli do'konni ochishingga yo'l bo'lsin." Ha, hozircha kostyum uchun pulim yo'q, ammo baribir shunaqangi do'konim bo'lishini xohlayman. Bu maqsadimga erishaman ham. O'z faoliyatini gullab yashnagan davrda Wanamaker shu paytgacha mamlakatda mavjud bo'lmagan yirik savdo uyining egasiga aylandi. Men yetarlicha bilim ola olmadim, deya ko'p yillardan keyin tan olgandi Wanamaker. Ammo o'zimga kerak bilimlarni atrofdagi hayotdan o'rgandim. Inson o'zining tasavvuriga sig'dira olgan va aql bovar qilgan barcha narsalarga erishishi mumkinligini yodda tuting. Muvaffaqiyatga erishishni ko'zlagan odam vaqtni behuda o'tkazmaydi. Buning uchun barcha mavjud mablag'larni sarflaydi va barcha yo'llarni topadi. Muvaffaqiyatga eltuvchi yo'lingizni ayni paytda qo'lingizda mavjud bo'lgan manbalardan foydalangan holda hozirdanoq qurishni boshlang.